Akalar, Qo'qon shahridan kuzatadigan akalarimiz bormi oramizda? Xudo xolisa yaqin kunlarda Akmaljon akam Qo'qon shahridan mana shu diska remont sohasini xudo xolisa yaqin kunlarda boshlaydi. Bemalol pastda nomerligini ham qoldiraman akamizni, profiliga ham atmetga qilib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Akmaljon aka, Qo'qondagi joyingizni o'zingiz tushuntirib bering. Nima deydi obunachilarimiz qiynalmasdan topib borishimizga. Assalomu alaykum, avvalambor akamizni hammamiz obunachilarimiz. Biz xudo xolisa yangilik kirityapmiz Qo'qon shahrimizga. Ba'zan uzoqlik qilayotgani uchun yaqinroq o'zimiz Qo'qonga kirityapmiz. Xudo xolisa Qo'qon shahar o'zida G'oziyo'g'li ko'chasida Avtoplus ustaxona bor. Laketsa hamma narsasi chiqadi. O'shani yonida. Xudo xolisa o'sha yangilikni ochamiz. Xudo xolisa yangilik zo'rni qilamiz Qo'qonda. Bo'ldi akalar, xudo xolisa Akmaljon akamga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa ishlarni cho'tki qilib, narxlarni ham xudo xolisa cho'tki qilib qidirasiz. Xudo xolisa. Charchamanglar akalar, omon bo'linglar. Xo'p.